Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanal kuzatuvchilar. Bugungi lokatsiyamiz Ptitsadamiz. Shu yerimizda 2 etajli hovli joyimiz bor ekan, podkuz holatda jihozlar bilan sotib olgan. Ko'rib turibsiz yurtdoshlar, shunday joylarimiz tushgan. Shu do'rimizdagi xonadonni ko'rib chiqamiz. Fasadlarimiz ham zatilgan, Toshkent sipasonda bo'ladi. Shavot yo'ldan kelsangizda yurtdoshlar, Ptitsan ko'piridan tushganlaringizdan to'g'ridagi joyda bo'ladi. E'tibor beramiz yurtdoshlar, kirganimizda shuningina yanimizda gulatiz ham bor, birimiz stechka bo'lgan, baland paxsa. Fasadlarimiz ham zatib turibdi, shifrin telefonlar bilan zatilgan bo'ladi. Uyimiz tayyor holatda do'r girib yasaladigan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'cha eshiklarimiz ham yana yaxshisidan qo'yilgan. Birga aytda ko'rib danishib chiqamiz. Oboydan chiqib turibdi uyimiz. Ham pishi aralashgan, plita bilan bostirilgan, birinchi etaj bilan ikkinchi etaj o'rtasi. Kirganimizdan shunday dalon, o'tiradigan yaratib qo'yibdilar. Hamma narsasi xudo xolasa qiladi. Ikkinchi etajda birdan televizori bor, shu vajiz getada ekan, podarka ekan. Shuni eldan aytib o'tganimiz yaxshi. E'tibor berib ko'rib danishib boraveramiz. İkinci etaj chiqadigan zinamiz bu yerdan joylashgan. Bu tarafimizda kuxni, bu yerimizda zal, spalni. Bu tarafimizda yana girish qismi. Hamma narsasi qoladi. Kiyim-kechaklarni mida-chuda vajidan olib ketadilar. Yeganlarimiz yana oyoq telamiz, kafel, umonliklarimiz tashalgan, berimizda prixorcha mebel joyimiz yana. Uyimiz tayyor holatda. Ayrim bir sabablarga ko'ra sotib olgan, dokumentdan muammo 100% tayyor yana. Ko'chmas mulk kadastri hamma narsasi tayyor holatda. Bemalol kelib ko'raverasizlar. Oyoq telamiz laminat, chap qo'limizdan tushiradigan bo'lsak, berimizda spalni joylashgan. Oboydan chiqib turibdi. Uyimiz baland. Spalniga o'tiramiz, shaffonamiz bo'yna, hamma narsasi qoladi. Eshiklarimiz ham oq eshikdan qo'yilgan. Yan tarafimizda mehmonxonasi. E'tibor beramiz, mehmonxonamiz ham zo'r. Pardalarimiz bo'yna. Oboylarimiz ham yaxshi oboylardan urilgan, lyustrasina ega. Odamlar nasibasida qolgan. Berimizda televizor zonamiz yana. Hamma narsasi qoladi. İkinci etaj chiqadigan zinamiz. Zinalarimiz ham quyma. Har etajimizda sanuzel bor. Berimizda yana birinchi etajimizdagi sanuzel. E'tibor beramiz. Sanuzelimiz ham katta. Potoklarimiz natijnoy kafeldan chiqib turibdi. Bu yan tarafimizda kuxnyasi. Kuxnyamiz ham keng, o'tiradigan so'yatni qo'yibdilar. Bu yan tarafimizda yana kir mashinalari, mikrofonlari, shafimiz ham baland tuzilgan, potoklarimiz natijnoy bo'ladi. Xonadonlarimiz ham bor. Barcha narsalar qoladi, xudo xolasa ko'rib turibsiz. Uyimizda ayollarimizga kerak yana bu yerdagi vajlarimiz ham boyna. Ovqat qizdiradigan restoranimiz bir joylashgan bo'ladi. Gaz plitkalarimiz ham yana zamonaviysidan. Yan tarafimizda bog'. Bog'imiz ham bor endi, qozon o'choq qatmaka. Shuning kichkina mestasi bor. Endi vaziyat bo'lmaydi, stechka bo'lib turibdi ekan. Foydalansangizlar bo'ladi. Uyimizni kvadrat ham salkam 200 kvadrat. Baland tuzatilgan. Ptitsadamiz yurtdoshlar. Kim ma'qul bo'lsa bemalol aloqa qilib aytib ko'rsatamiz. Tepasida 3 xonasi bor, e'tibor beramiz. O'ng qo'limizda sanuzel joylashgan. Har etajimizda sanuzel bor edi. Kafeldan chiqib turibdi. Yan tarafimizda spalni. Hamma oboydan chiqqan. Registrlarimiz tashlab turibdi yana. Yan tarafimizda katta zal tushgan. E'tibor beringlar. Potokimiz yana natijnoy. Pardalarimiz bor. Yurtdoshlar shu birdan shu televizorimiz yetadi. Yan tarafimizda balkonimiz ham bor. Yozda chiqib o'tirmoqayna. Yo'l ko'rinib turibdi yurtdoshlar. Berimizda spalni. Zo'r so'ramiz, bolasi uxlab yotdi ekan. Yurtdoshlar narxini ayiradigan bo'lsak, narxi
800 million. Kim ma'qul bo'lsa ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Sotiladigan uylaringiz bo'lsa bemalol telefonga sotish yordam beramiz. Niyat etgan yurtdoshlarimiz Alloh taolo yetirsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.